Assalomu alaykum tug'anlarimlar. Shunday bo'lgan pechkalarni jasab atamiz. Sonun pechka. Ko'mirga janat turgan, o'tundagi janat. Ustunda bo'lsa tomoq pishadi. Qadimki deylar o'sha yerda elektriskiy plitalardan 3 esa 4 esa qattiq o'siydi bu. Ustuna qozonni qo'yib tomoq pishirsa da bo'ladi. Mana bu yerda jana elektriskiy duxovkani listi tushadi bu yerga. Üstüne bir tane anan tüyüne bir tane koyup durup nan pişirse bulat almaştırıp nan samsa pеченье sonun pechka o'tda qattiq sit tutovi jonishi abdan yaxshi. Bu yerdan ko'mirni o'tinni o'sha yerdan tashlaydi. Ammo bu yerdan bo'lsa qog'oz tiqib ilashtirib ana nari beri cho'g'ini nima qiladi. Tüyünde bo'lsa kuli tushgan tartma shuga kuli tushib to'lg'onda olib chiqib to'gib qayra solib qo'yiladi. Mana o'sha havo kiradi, tüyünün ichini ochib qo'ysa havo kiradi. Mana o'sha 10 sm ochsadagi ichine tushadi. Sebep deganda bu yoq 10 sm 12 sm uzun qilganmiz tartqandagi ichine kuli tushish uchun. Ana bu pechkalarda kraskalangan 1200 gradusda kuyib o'tilgan hech narsa bo'lmaydi. O'tdagi hech narsa bo'lmaydi. Suvda dot basmaydi. Bu kraskalar 10 yil 15 yilgacha garantiya bergan, hech narsa bo'lmaydi. 1200 gradus issiq bo'lsa da kemiri erib ketsa da kraska o'chmaydi. Mana kiyimga kerak bo'lsa zakaz qilsangizlar bo'ladi. Adres Alabuqada, bahsi 10.000 so'm. Bishkekka, O'shqo, Jalobod solib qo'yamiz taksidan.